Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana alhamdulillah 15-dekabr kuni O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga sayohat uchun kelgan umrachilarimiz, ya'ni hajlarimiz, alhamdulillah bugun 30-dekabr. Hozirda funduqdan, mehmonxonadan aeroport tomon otlanib turishibdi. Har doimgidek bu holatni biz sizlarga tasvirlab berishlik uchun qanaqa bir bular holat qanaqa bo'ldi, ya'ni bu yerda qanday yurishdi, bularni kamchiliklar bo'lmadimi, qo'qqisdan so'ramoqchi bo'lgan bir odatimizni to'xtatib qo'ygan edik. Ana shu holatga, ana shunday bir nimaga asoslanib yana bir shunaqa bir video olmoqchimiz. Bismillah, qani boshlaymiz. O'na shu joyda ayollarimiz o'tiribdi, erkaklarimiz turibdi. Inshaalloh mana shulardan hozir bir qator bir tavsiyalarni, savollarni olamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hojonalar yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Sizlarga bitta ikkita savolimiz bor. Eng avvalo Alloh taolo sizlarda umra amalinglarni o'zi husni qabul aylasin. Alloh taolo bu yerda qilgan har bir ibodatinglarni husni qabul aylasin. Sizlardan bir savolimiz bor edi. Ya'ni Abu Zubayr, ya'ni men tomonidan bo'lgan xizmatlarda kamchiliklar bo'ldimi? Bu yerdagi gastinisalarda sharoitlari qanaqa? Agarda yomon bo'lsa yoki qaysidir bir aybimiz bo'lsa, kamchiligimiz bo'lsa, to'g'rilashlik kerak bo'lsa, aytsanglar biz xursand bo'lamiz. Hech qachon biz xafa bo'lmaymiz. Ya'ni o'sha kamchiliklarni sizlarga o'xshagan bir hoji onalarimiz, hoji otalarimiz yangi kelganlarga biz o'sha kamchiliklarni nima qilamiz? To'g'rilab qo'yib, shularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Kamchiliklarimizni yopishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Shu savollarimizga bir qator bir chekkadan javob ber. Hojilarimizga men albatta hammalariga, butun O'zbekiston fuqarolariga mana shu Abu Zubayr tur firmasi orqali kelishligini tavsiya qilaman. Chunki bu tur firma orqali hech qanaqa bir qiyinchiliklarsiz, avvalo Alloh, qolaversa mana shu ikki yigit ishtirokida qilgan xatti-harakatlar juda ham ijobiy. Tasannolar bo'lsin, til ojiz ta'riflashga alhamdulillah biz juda ham minnatdormiz. Hammalarga keladigan yangi umra hojilariga, sizlarga ham sog'lik, salomatlik, mana shunday bizadek o'ynab kulib tavot ibodatlarni to'kin ado etib kelishlaringni so'rab qolamiz. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Alhamdulillah robbil alamin.